Oke. Harakatingiz. Mana afg'onni jaydariga qo'shib, sherzakam aytganlaridagi arashani tushirmoqchimiz biz. Arashan Fox qo'chqorimizda anaqada yutgan, Vistivkada. Buni afg'on sog'liqlariga qo'shganman. Endi menimcha bundan jaydari tug'ilsa kerak. Assalomu alaykum hammaga. Hop, qo'y yuzdi akamizni hammasi qo'y, go'sht deb gapirdilar, xalq ham shunaqa tushunib qolyapti. O'sha qo'ychini Xutuzdan olgan akamizdan mana $2,500. Nimaga ani 8 million emas? Mana bu ham ani oddiy jaydariga o'xshab 9 million emas ani. Vesiga emas, go'shiga hisoblab emas, zotiga hisoblab beryaptilar. O'shanga biz arashan ham bitta arashan boqmaymiz, har xil. O'sha farqini ko'rsatib bermoqchimiz sizlarga. Mana bu afg'on qo'chqor. Mana buni farqini ko'rsatyapmiz. Afg'on qo'chqor. Bunisi shu Fox. Arashan shu Vistivkada yutgan. Mana bu go'sht. Qurbonligiga sotilyapti o'zimizda. 100 kilo mana mashina vesi. Buniki 180 kilo. Farqini misol uchun o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Shu Sherzod akamizdan qo'ychi nuqta.uz'dagi okadan olgan mana kecha oldi. Mana shu kashdan toza xusori. Mana shu qo'chqorni oldi, hali tish bizmagan to'g'ri. Lekin taroziga tortib bering deganimizda oka zot dedilar. Rang o'zi toza narsa gapiradi, o'zi oka. Zot pul bo'ladi deb. Mana ma'muli oddiy go'sht hisobida. Prosta xalq o'zini yo'nalishini topib olish kerak. Xohlasa mana go'shtga boqsa 8 million, 7 million, 5 million xohlagancha oladi. Lekin zotga kelganda puli hamma narsasi har xil bo'ladi. Qo'y yetsanglar mana oddiy mana bunaqa o'zimizdan jaydari qo'ylarni olinglar. Mana oddiy jaydari 8,5 million buni narxi. Arashan boshqacha narx. Mana shu qo'ychini Xutuzdan olgan akamizdan mana $2,500. Nimaga ani 8 million emas? Mana bu ham ani oddiy jaydariga o'xshab 9 million emas ani. Vesiga emas, go'shiga hisoblab emas, zotiga hisoblab beryaptilar. Bu xashak emas, u quloqda chip bo'lgan. Bu chip qo'yib qo'yadi bular. Men kishnamasini rangi yoqdi. Ha, yo o'zi. Mana kalla, rang, o'zi toza narsa gapiradi, o'zi oka. Bularni sizga bir 8 soat serial qo'yib berib, tirnoqni maqtashim shart emas. O'zi bunda turganda bo'ladi. Bunda ko'rasiz. Chunki zot baribir rol o'ynaydi. Qo'yda ham farqini ko'ryapsizlar. Hammasi qo'y, lekin hammasi go'sht oxirida.